Safar Travel'dan yana bir zo'r yangilik. Safar Travel jamoasi Makka va Mukarramadagi Ibrohim Halil ko'chasida joylashgan M Millennium mehmonxonasi bilan shartnoma tuzishga erishdi. Bu mehmonxonamiz Makka va Mukarramadagi 5 yulduzli mehmonxonalardan biri hisoblanadi. Men o'zim ham mana shu mehmonxonada 2 kundan beri test tariqasida yashab kelyapman. Menga bu mehmonxona juda ham yoqdi. Bu mehmonxonamizdan haram hududiga avtobus orqali borib kelinadi. Yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Bu mehmonxonada biza mehmonlarimiz uchun 3 mahal o'zbek milliy taomlarini berib boramiz. Bizani sahifamizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa 1-2 kun ichida yana bir zo'r yangilik qilganmiz. Bu yangiliklarimizni ham Stories va Telegram guruhimiz va postlar orqali xudo xolasa sizlarga xabarini berib boramiz. Har doim aytganimdek, Safar Travel Saudiya jamoasi bizani mehmonlarimiz bilan doimo yelkama-yelka.